Assalomu alaykum. Yana bir marta hurmatli obunachilarimiz, avtosalon podpischiklari. Bugun sizlarga navbatdagi reklama qo'yib beradigan mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan Spark mexanika ideal holatdagi 1 km minilgan zo'rini sotib olganmiz. Ya'ni mashina sotib egalangani turibdi. Narxini ham o'zlari aytdi. Narxini aytib, ma'lumotlarni bir qator berib o'tamiz. Ustida savdosini o'zi bilan qilib olaverasizlar. 2018-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz 4 dona zo'rindan yumshoq qo'lda qo'yilgan shampion diskalarini qalpoqlarida turibdi. Bir yeridan qirchiq, chiziq, defekt, kraska, miatina degan narsalarni ko'rmaysizlar. Xudo xolasa savollar ham akkuratniy, zo'r. Sigan chexolni qimmat ustanib qilingan semdi qo'yiklari bilan Onyx barlar ustanib ketilgan, metan gazlari bor. 89 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinamiz. Haydash uchun polностью tayyor. Lishning ortiqcha narsa ham qo'yilmagan, kerakli narsalarni ustanib ketib, chiroylatib o'zlari minib yurgan. Kraskasi yo'q. Bu yerda garantiya berdilar. 1.2lik motor oladi mashinamiz, motorlari ochilmagan. 2018-yil Magicar pultlari bilan mashinamizning narxini obunachilarimiz 72 million so'm qo'yib beramiz. Yana kelib ko'rib, ana mashina ma'qul keladigan bo'lsa, aytganimdek shu eganing o'zi bilan savdosini qilib olaverasizlar. Kredit variantlari, barter variantlari, ozgina yetar yetmasdan turib beradigan variantlarimiz ham bor. Bemalol bu tarafdan ham gaplashib, savdo qilib olsangiz bo'ladi. Izlab yurganlar odam bo'lsa, mexanik Sparkni yili toza, byudjetniroq, o'rtacha sosteniyadagi zo'r chiqsa olaman deb yurganlar bo'lsa, videomizni jo'natib qo'yinglar va kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Sizlar uchun Sparkni zo'rini reklama qilib berdik. Ana bahosi ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol xarid etib olaverasizlar va kommentariyada o'zingiz fikrlaringizni bemalol yozib o'tsanglar, albatta odob doirasidan chiqmagan holda har kim baribir o'zini oiladagi tarbiyasini ko'rsatadi. Neda bo'lsam, kommentariyada fikr bildiraman, ko'rsatadi, kimdir bilandir gaplashami. Nechiknada bo'lsam, baribir o'zini oilasidagi tarbiyasini ko'rsatadi. Shuning uchun odob doiradan chiqmagan holda fikrlaringizni bildiringlar. Mashina bizlar masalan egalardan keladi, egalar narxlarini qo'yadi. Misol 72 million so'mda, masalan bu mashinani misol qilib aytaman, Nexia keldi, 60 million so'mda reklama qo'yildi. Kommentariyada negativ dol ketadi, lekin ustidan kelib mashina ko'rib savdosini qilgan odam kerak bo'lsa 45 million so'm olishi mumkin shu mashinani. Masalan, endi bu sotiladigan mashina emas. Bu mashina misolida bo'lsin, qolgan mashinalar misolida bo'lsin, ustida kelib egasi bilan gaplashib, savdoni qilib bilishini qaraydi odamni. Shuning uchun aytilgan narxga qarab, yo bo'lmasa yil bilan narxga qarab videoda o'tirib baho solishtirmanglar. Kelib mashina qaysidir salondan qaysidir reklama ko'radigan bo'lsangizlar ham sosteniyasini ko'rib, keyin savdosini qilib, keyin xulosa chiqarishlaringizni tavsiya beraman. Sog' salomat bo'linglar. Sotuvda mashinalarimiz bor yana. Bemalol nechik turdagi mashina kerak bo'lgan bo'lsa ham kelib savdo qilib mashinalarimizni xarid etib olsangiz bo'ladi. Keyingi obzorlarimizda qaysi mashinamizni videosini qo'yib beradi. Qaysi qiziqadigan bo'lsa kommentariyada fikrlaringizni yozib o'tinglar. Albatta sizlar uchun zo'r etib, chiroyli narxda qo'yib beramiz.